16 yoqdimi aka? Ha bitta ham 3 kilo euro. 3 kilo? Ha. O'ziram ham ketdim ham 300 ming. 300 ming. Aka shifoxona ketdi. Odoga ketdi. Ha bo'ldi aka. Yaxshimi aka kamchilik yo'qmi? Bir aylanib qo'yadi. Yaxshi. Rahmat aka. Bo'ldi. Ha, qo'yib yuboraman. Ha. Kamchilik yo'q ayni. Ko'ngil uchun emas, kamera uchun emas, to'g'rilamiz. O'kali choy ishdingmi sizlar? Kamchilik bo'lmadimi? O'lis nimadir yoqmagan bo'lsa ayting, bir bizga kerak. Kundan kunga ozgina bo'lsa ham kamchilik tug'ilibdi. Haligi hamma bir vaqt o'ziga keladi-da. O'shanga aka. Rahmat. Kamchilik yo'qmi aka? Sizlarga choy keldimi, ishdingmi aka? Ha, ishdim. Kamchilik yo'qmi? Yo'qdimi? Telefondan ko'rib keldim. Uzoqdan kelganman. Yaxshi. Kamchilik bo'lsa xolis ayting, bizga kerak. Ustida ishlaymiz, to'g'rilaymiz. Nedir yoqmagan bo'lsa aka? Yana qaytib chaqiradigandan beradi. Bo'ldi. Nima ishdinglar, qaysilisdan? Bilmadim, okelaydi. Ha, sutli karakter. Ana shundan mevalilar. Ha, mevalidan ishdinglar? Bo'ldi, aka shifoxonasiga keltiring. Kamchilik bo'lmadimi?